Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakultetida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 303 guruh talabasi Pirnazar va Nilufarning ijtimoiy pedagogika fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzuyimiz ijtimoiy pedagogika fani jamiyat rivojining asosi sifatida O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi. Rejalarimiz 3 bosqichdan iborat. Birinchisi ijtimoiy pedagogikaning tarixi, ikkinchisi O'zbekistonda ijtimoiy shart-sharoitlar, uchinchisi xalq pedagogikasi va ta'limotlar. Ijtimoiy pedagogika fani jamiyat rivojida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda bu fanning paydo bo'lishi madaniy va ijtimoiy huquqiy shart-sharoitlarga bog'liq. O'zbek xalq pedagogikasi va islom ta'limotida ijtimoiy pedagogik g'oyalar muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi. Ijtimoiy pedagogika O'zbekistonda tarixiy shart-sharoitlar va madaniyat ta'sirida paydo bo'ldi. Mahalliy urf va islom ta'limoti bilan bog'liq g'oyalar uning shakllanishiga yordam berdi. Bu fan jamiyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistondagi tarixiy shart-sharoitlar. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika fani tarixiy shart-sharoitlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xalq tarbiyasi, madaniyat va an'analar bilan kesishadi. Bu soha jamiyat rivojida muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishiga O'rta Osiyo tarixi, o'ziga xos madaniyat va islom ta'limotining ta'siri katta. O'zbek xalq pedagogikasida ko'plab ijtimoiy pedagogik g'oyalar, masalan, tarbiyaviy qadriyatlar mavjud. Islom ta'limoti va pedagogika. Islom ta'limoti ijtimoiy pedagogikaga katta ta'sir ko'rsatgan. U nazar va tarbiya prinsiplarini asoslashda muhim o'rin egallaydi. Islomda ijtimoiy axloqiy masalalar, o'zaro hurmat, yordam berish va bilim tarqatish kabi pedagogik g'oyalar asosiy ahamiyatga ega. Madaniy meros va ijtimoiy o'zgarish. Ijtimoiy pedagogika madaniy meros va ijtimoiy o'zgarishlarni birlashtiradi. Bu fan jamiyatda ta'lim va tarbiya orqali rivojlanishni ta'minlaydi. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika xalq pedagogikasi an'analari va islom ta'limotidan kelib chiqadi. Bu o'zgarishlar ijtimoiy muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, ijtimoiy pedagogika orqali yoshlarga madaniyat va an'analarni o'rgatish, ularning teng huquqli fuqarolar sifatida rivojlanishiga yordam beradi. Ijtimoiy shart-sharoitlarning tahlili, ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy shart-sharoitlar jamiyatning tarbiyasi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy pedagogika xalq an'analari va huquqiy tizim bilan bog'liq ravishda shakllanadi. Bunday shart-sharoitlar urf-odatlar, madaniyat va ijtimoiy muhitni o'z ichiga oladi. Ular bola va yoshlarni tarbiyalashda, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, o'zbekistonlik o'qituvchilar ijtimoiy pedagogik g'oyalardan foydalanib, farzandlarning jamiyatga faol a'zo bo'lishini, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishni ta'minlaydi. O'zbek xalq pedagogikasidagi g'oyalar, ya'ni O'zbek xalq pedagogikasi asrlar davomida to'plangan bilim va tajribalar ijtimoiy tarbiyani o'z ichiga oladi. Unda ongli fuqarolarni tarbiyalashda etika va qadr-qimmat ulug'lanadi. Islom ta'limotidagi g'oyalar. Islom ta'limotlari ijtimoiy muhitda axloqiy me'yorlarni belgilaydi. Bu g'oyalar insonlarning bir-biriga bo'lgan mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Islom ta'limoti va ijtimoiy pedagogika. Islom ta'limotining ahamiyati. Islom ta'limoti insonning axloqiy, ma'naviy tarbiyasiga katta e'tibor beradi. Bu ta'limot jamiyatda barqarorlik va uzviyklikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbek xalq pedagogikasida ota-onalar va jamiyatning ta'limga bo'lgan yondoshuvi kuchli an'anaga ega. Ushbu qadriyatlar yosh avlodning tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy pedagogik g'oyalar. Ijtimoiy pedagogik g'oyalar islom ta'limoti bilan bog'liq bo'lib, insonlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. Bu g'oyalar axloqiy me'yorlar va jamiyatning birligini ta'minlaydi. Xalq pedagogikasining asosiy tamoyillari. Xalq pedagogikasining mohiyati. Xalq pedagogikasi milliy madaniyat va an'analarga asoslanadi. Tarbiyaviy qadriyatlar hurmat, adolat va haqqoniylikka asoslanadi. Asosiy tamoyillar birlik, ma'naviy va vatanparvarlikni o'z ichiga oladi. Bu tamoyillar kelajakda avlodni tarbiyalashda muhimdir. Ijodkorlik va hamkorlik pedagogik jarayonda muhimroq ahamiyatga ega. Bu tamoyillar o'zaro tushunishni oshirib, jamiyatni rivojlantiradi. Ijtimoiy g'oyalar haqida gapiradigan bo'lsak,
Islom ta'limoti ijtimoiy pedagogiyaning muhim jihatlaridan biridir. U insonni tarbiyalash, jamoa va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan g'oyalar bilan boyitilgan. Xalq pedagogikasining qadimiy tajribasi va islomiy qoidalar bir-birini to'ldirib, jamiyatning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivoji. O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivoji xalq pedagogikasi va islom ta'limotlari bilan chambarchas bog'liq. Ushbu fan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash va yoshlarning tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Mazkur soha madaniy va tarixiy shart-sharoitlar orqali shakllanmoqda. Ijtimoiy pedagogika fani jamiyat rivojida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda bu fan madaniy, tarixiy, ijtimoiy, huquqiy shart-sharoitlar asosida shakllangan. O'zbek xalq pedagogikasi va islom ta'limoti ijtimoiy pedagogik g'oyalar asosiy manba hisoblanadi.